Kitob bilim va madaniyatning noyob manbai bo'lib, insonni tarbiyalashda, dunyoqarashini kengaytirishda va ruhiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega. Kitob o'qish nafaqat yangi bilimlarni olish imkonini beradi, balki insoniyatning qadriyatlari, tarixi va madaniyatini o'rganish imkonini ham yaratadi. Shu maqsadda 2-aprel Xalqaro bolalar kitoblar kuni munosabati bilan viloyat bolalar kutubxonasi tomonidan Kitob bizni birlashtiradi shiori ostida tadbir o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz aynan shu haqda. Tadbirda Termiz shahar 13-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilari faol ishtirok etib, kitobning ahamiyati, uning tarbiyaviy va ma'naviy roli haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Tadbir yoshlarni kitob o'qishga rag'batlantirish, ular orasida kitobga bo'lgan muhabbatni yanada oshirishni maqsad qilgan. Tadbirda o'quvchilarga kitoblarning nafaqat bilim manbai, balki ular uchun yangi dunyo, yangi imkoniyatlarni ochib beruvchi yorqin yo'ldosh ekanligi ta'kidlandi. Tadbir davomida o'quvchilar kitoblar haqida she'rlar o'qib, adabiyotga bo'lgan muhabbatlarni namoyish etdilar. Tadbirning asosiy maqsadi yosh avlodni kitob o'qishga rag'batlantirish, ularni madaniyat va ilm-fanga qiziqtirishdan iborat edi. Shu bilan birga kitoblarning ahamiyati va ular orqali jamiyatda hamjihatlik va do'stlikni mustahkamlash zarurligi haqida ham so'z yuritildi. Tadbir bolalar uchun yodda qoladigan, ularning kitobga bo'lgan qiziqishini oshiradigan katta bir voqeaga aylandi desak adashmaymiz.